Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa navbatdagi komplektlarimiz tayyor bo'ldi azizlar. Bunisi 22 kishilik yong'oq yog'ochda qilib berdik azizlar. Xudo xolasa nomi plankali kapalak modelimiz. Xudo xolasa materiallar mo'shli materiallar qo'yib berildi. Spinkasiga 2 sm machalka, sidinasiga 12 sm machalka qo'yildi. Siz orqalarini ko'rsatsak azizlar, oldi bilan bir xilda material qo'yib berdik. Ko'pchilik skromniy orqasi high-tech fasonga o'xshatishsin desa, adnatomlik qilib ham qilib beraveramiz azizlar. Xudo xolasa, xonlarni aytib o'tadigan bo'lsak, 5,5 metrga 120 ishlandi. MDF bo'ldi bo'lib, betini o'ymadik, chunki sabab mana qilib berdik. Pechat bosib berdik, betiga o'ziga naqsh qilib berdik. Xo'p, xonani aytib o'tadigan bo'lsak, enini 120 qildik, shunaqangi burchak shunaqa mashnaqa qilib berdik. Chunki 2 ga bo'lib ishlataman deganligi uchun shunaqangi avalni emas, shunaqa qilib berdik. Bemalol 2 ga bo'lib ishlatsa ham bo'laveradi azizlar. Oyog'i 4 ta bo'ldi, xon taxtani oyog'i. 2 ga bo'lib ishlatsa ham bo'laveradi. Xuddi shu turgan holatini 11,300,000 ga qilib berdim. Buxoroda azizlar Shofirkoniga qilib berdim. Xudo xolasa, hozir upakovka qilib chiqaramiz. Bu yoqda ko'rib turgan bo'lsanglar, Qoraqalpog'istonga tayyorlagan 10 komplekt, magazinchilarga tayyorlagan ishlarimiz turibdi azizlar. Bu yoqda undan tashqari yana qolgan zakazlarimiz ham bor. Ularni ham Telegram kanalimizga qo'yib boryapmiz. Kuzatib boringlar azizlar. Pastga Telegram kanalimizga yozib qo'ydik. Kirib bemalol ko'rsanglar bo'laveradi.